Salom, hammaga xayrli kun. Biz Isroil davlati Tel Aviv Polin shahridamiz. Bugungi sana 11-iyun 2026-yil, haftaning shanba kuni. Shanba kuni Isroil davlatida dam kuni bo'ladi, ya'ni Shabbat bayrami. Hamma dam olishadi. Ko'p joylar ishlamaydi. Avtobuslar, magazinlar, ya'ni davlat qaramog'ida bo'lgan hech qanaqa bir organizatsiya, ya'ni tashkilot ishlamaydi. Ayrim magazinlar, ya'ni ruskiy magazinlar ishlaydi. Ya'ni biz shunaqa ataymiz. Вот fabrika magazina Vlatman. Bu yerda shanba kuni ham, juma kuni ham kelib, har xil xaridlar, assortimentlarni ko'rishingiz mumkin. Ya'ni ruskiy tovarlar, ya'ni shu Rossiyada bo'lganingizda qanaqadir tovarlarni sog'ingan bo'lsangiz, nima qilgan bo'lsangiz, shu yerda kelib xarid qilishingiz mumkin. Hozir ichkariga kirib sizga assortimentlarni ko'rsatib o'taman va hozir sizga adresni ham ekranlarda qoldiraman va ish soatlarini va ichkaridagi assortimentni ko'rib chiqamiz. Do'stlar, soat millari 3:50, 16:00 magazin yopiladi. Shuning uchun 10 daqiqada tezlashtirib video olamiz. Do'stlar, ko'rishingiz mumkin, assortiment juda katta. Choylar, kofe, zubishonli moloko, har xil turdagi ruskiy tovarlar bor. Ichimliklar, soklar, toplik hammasi bor. Shirinliklar, pechenye, yuleniya, har xildan bor. O'zingiz magazinga kelib ko'rishingiz mumkin. Makro, har xil grechka, guruchlar, bu yerda baliqli mahsulotlar, sirlar, konservalar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda dasharaklar bor, oshpazlar, har xil turdagi ruskiy tovarlar, kolbaski. O'zingiz bir kelib xaridlar qilsangiz bo'ladi shu yerda. Bu yerda turli xil alkogolli ichimliklar ko'rishingiz mumkin. Assortiment juda ham katta. Ruskiy standart vodkalar ham bor. Zakuskalar, dalyamani. Go'sht rastalari bo'lmish, chunki magazin to'rda yopiladi, chunki hamma narsa kutilgan. Bu yerda ish soatini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda skidkalar, har xil orientirlar, bu yerda Baland Bino, Timor, Adidas bor. O'shanga qarab kelaverasiz.